Bu mana ichidan chiqqan holatda prujinani mana. Assalomu alaykum barchaga. Hozir bizga media sipochkasini olib kelishdi. Buni ichida prujina bo'ladi, zamokning ichida. O'sha zamokning ichida prujina suv kirib qolishini hisobiga yuvganda ili o'zi inson yuvinganda suv kirib qolsa, prujina ishlamay qolish kuchli bo'ladi mana, ko'payib ketadi shunaqa narsalar. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, qilib beramiz. Bo'ladigan holatlar bo'lsa, ichida prujinasini almashtirib yangi qilib beramiz. Klonlaridan bitta simchasi sinib qolgan. Mana ko'ryapsizlar. Uni ham ulab chiroyli qilib beramiz. Bu mana ichidan chiqqan holatda prujinani mana. Bu eskisi chirib qolgan bo'ladi, shuni hisobiga ishlamay qoladi. Biz yana prujinaga yangi prujina qo'yib ichiga unga qatiriladi. Va xudo xolosani ko'rasizlar hozir. Klonni ham ulaganmiz va ishtini qanday holatda bo'ldi o'zini ideal holatga keltirib berdik. Zamoklari ham mana zo'r holatda ishlagan. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa.